Sherzod Jabborov onangni omiga tushundingmi? Onangni omiga siskasin jalabdi bolasini. Urug' aymoq avlodingga og'zi badaniga siskayin tarbiya bergan ota-onangni padariganini. Tushundingmi? Men vatanimga boramanmi, bormaymanmi? Senga po'xi emasmi? Senlarni sikyaptimi? Men qayerga boraman, qayerga bormayman. Zoringni siskayin onangni omiga siska jalabdan bo'lgan fohishani bolasi og'zi badaniga siska yoqmasa qo'toq bermay efirmda. Gandon tfu onangni siska senda erkak, senda uldi tug'an otang bilan enangni o'ziga tfu bilan. Tushundingmi? Haromi jalabdan bo'lgan fohishani bolasi. Turq tarovatingni rang-rangisiga o'ynashdan bo'lgan fohishadan bo'lgan. Haromi? Onangni siska. Nimamdan uyalishim kerak? Shu qo'limda qora mehnatidan uyalishim kerakmi? Ha? Ya senlarga o'xshab otam bilan enam puliga yashab yurganimdan uyalishim kerakmi? Ha? Nimadan uyalishim kerak? Meni qilgan ishim shu. Shunday ish qilaman. Nima demoqchisan? Ha? Nima demoqchisan? Meni ishim shunday. Yoqsa ko'r, yoqmasa dindan qo'y bu. Men seni otang uchun, enang uchun video obrazchina qilayotganim yo'q. Ya xotiningni sikib turib menga olib chiqtirib video obrazchina qilayotganim. Tushundingmi? O'zi badaningga sizga fohishani bolasi bilan, ya avlodingga sizga sen jalabdan bo'lgandi. O'ynashdan bo'lgan harom qo'rdi bolasi, otangni padariga minglanadi. Seni ham ona tuqqanmi? Itdan bo'lgan jalabdi bolasi. Bir uraman momang domiga kirib ketasan. Tushundingmi? Onangni sizga haromi. Manjalaqidan bo'lgan. Qisib yurna qo'y. Asbobingni olaman, kallangga lampochka qilib qo'yaman. Uyingda sibit o'chgan paytda lampochka qilib o'tirasan naq qo'y.